Demak, juda ham ko'p ustalarimiz so'ragan akkumulyatorli perforator va akkumulyatorli perfodraylarimizni obzor qilishni boshlaymiz. Ekraningizda ko'rishingiz mumkin va men tashqi tomondan qanday jihozlanganini sizlarga ko'rsatib gapirib beraman. Wow. Teknologiya. Ishoning, aynan ushbu funksiyaga ega gaykavortni bozordan topishingiz amri mahol. Aytaylik, biror bir gaykani bo'shatayotgan vaqtimizda mana bu tugmani bosib qo'ysak, mana shu indikator yonganda, ya'ni oxirgi indikator yonganda bu bo'shatib bo'lgandan so'ng, gaykani bo'shatib bo'lgandan so'ng avtomatik to'xtaydi. Mana. Agar bo'shamagan bo'lsa, bo'shatishni davom ettiradi. Bo'shab bo'lgandan so'ng bu to'xtaydi o'zi. Barama-bir ko'rsatib tushuntirib beraman. Boshladik. Bu bilan nima demoqchiman? Aytaylik, siz mana bu ikkita shurpayort va gaykavortni sotib olganingizdan so'ng sizda har bitta mahsulotda 4 tadan akkumulyator bo'ladi degani. Yoki bo'lmasam siz mana bu 3 ta mahsulotni sotib olsangiz, har bitta mahsulotda 6 tadan batareyka, ya'ni qo'shimcha 6 ta batareyka bo'ladi degani.